Hammaga salom, sizlar bilan yana Kanroja va do'stlar, bugungi videoda biz qishloqni va o'zimizni uyimizni yangi yerga tayyorlaymiz. Qani unda boshladik. Do'stlar, o'tgan safargi videoda biz bu kichkina, ya'ni yangi yil o'tkazish uchun chodircha qurgandik. Endi esa biz hozir qishloqni va uyimizni yangi yilga tayyorlaymiz, ya'ni bezaymiz. Hozir biz birinchi chiroqlarni olamiz va uyimizga qo'yishni boshlaymiz. Okey. Mana shu yerdan boshlab chiroqlarni qo'yamiz. Do'stlar, video davomida men shuni aytib o'ta olamanki, yangi yil kelgunicha kanalda doim yangi video chiqarishga harakat qilaman. Okey, bu yerga nimaga bunday turibdi? Okey, olib tashlaymiz. Okey, mana bu yerga ham qo'yamiz. Voy, yana shunday bo'lib qoldi. Yaxshi, mana bu yerga bularni qo'yamiz. Va endi esa tepaga ilishga yana bezak olib kelamiz. Okey, bu yerga keyin qo'yamiz. Oldin uyimizni to'g'irlashimiz kerak. Okey, bularni sandiqqa solib qo'yamiz va bularni olamiz. Men bundan bu bezakdan kamaytdim, chunki bu buncha kerak bo'lmaydi. Bu yerga bitta va bu yerga bitta ilamiz. Okey. Va endi esa biz do'stlar ma'muladan ilib chiqamiz, ya'ni bitta kirishga bitta mana bu yerga. Tashqariga bitta qo'yib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Mana shu yerga. Bundan kerak emas endi. Endi biz sandiqqa kirib, o'zimizga kerak nima bu paypoqchani va olamiz. Qani ketdik. Bularni ham qilib chiqamiz. Mana shu yerdan bu yerga bittalamiz. Bu yerga va mana shu yerga. Endi esa biz bu stolning ustiga narsalar olib kelib olamiz. Bizga hozir bu yerdan oladigan narsamiz mana bunaqa sharcha bo'ladi. Buni hali sinab ko'rganim yo'q. Hozir birgalikda sizlar bilan sinab ko'ramiz. Okey. Kiramiz va mana shu yerga qo'yamiz. Xuddi buni. Okey, bizga faqat bu yerga endi kerak bo'ladigan narsa. Va bu yerga kompyuter va bu yerga bezaklar qo'yib qo'yishimiz kerak. Qani sandiqda bormikan? Okey, sandiqda yana bitta bezak bor ekan, buni ham olamiz. Va do'stlar, biz uyimizni bitirdik. Endi mana bu yerlarni, qishloqni mana shu yerlarni, ya'ni teranchani uyini ham bezab qo'yamiz. Okey. Buni olamiz. Mana shu yerdan qo'yib boshlaymiz. Oldi tarafga qo'yib bo'ldik, orqa tarafga ham, bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Yaxshi, va mana shu oxirgisi edi. Okey, bu yerga qo'yib bo'ldik. Endi esa do'stlar, boshqa uylarga ham qo'yamiz. Bu yerda o'zi qo'shibdi. Okey, hech nima qilmaydi. Boshqa uylarni ham ko'ramiz. Men ham uyini bezatibdi. Qani men uyga kiraylik desak, u yerda hech kim yo'q ekan. Okey, men ham bezatgan. Demak, bizga bu taraflarga ham o'tishimiz kerak. What the fuck? Bu osmonda uchib turibdi, olib tashlaylik. Okey, buni oldik. Tepada kim bor? Alo. Nimanidir tomosha qilyapti. Bu uylar ham bezalgan. Kimdir yashaydimi bu yerda o'zi? Okey. Bu yerlar bezatdi. Boshqa uylarni ham ko'ramiz. Masalan, bu tarafni, bu yerda kimdir gaplashib turibdi. Okey. Mashinani ham bezab qo'yamiz. Okey, mana bu yerga buni ilib qo'ysak, bu uylarga mana bunaqa svechchalardan ilib chiqamiz. Mana shu yerga, okey, bu yerga. Va bu ham oxirgisi edi. Bu yerga nasib qilib qo'yamiz ichkarisiga. Bu yerga bitta va bu yerga bitta. Okey, chiqdik. O'ylashimcha yaxshi chiqdi. Endi esa ketdik do'stlar. Yana bizadigan joylarimiz ko'p. Xo'sh, bularni qo'yib olamiz va archamizni ham tekisroq joyga chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Bellarni tozalab olamiz. Okey. Bularni olamiz. Xo'sh, o't olmayaptimi? Yo'q, qor bor ekan. Okey, bularni olamiz. Qayerga qo'ysak ekan? Okey, mana shu yerga qo'yamiz. Aniq mana shu yerga. Buni buzib bu yerga archani qo'ysak, vau,
Просто cho'tgarcha. Okey, endi esa do'stlar biz mana bu sandiqdan yurgulaklarni olib yurishga joy ajratib qo'yamiz. Ya'ni qorlarni olib tashlaymiz. Qani boshladik mana shu yerdan. Bu yer juda ham qalin qor yog'di, shuning uchun juda ham ko'p vaqt ketadi deb o'ylayman. Okey, bularni ham olamiz. Shuncha qora. Okey, chiqsak olib chiqamiz va mana shu oxirgisi edi. Do'stlar, shuncha qor oldik. Bularni sandiqqa solib qo'yamiz. Birin-ketin, okey, mana shunday qilib do'stlar, shuncha qildik. Shahar vaqtida chiroyli, ammo mana bu taraf uncha yorqin ko'rinmayapti. Mashinalarga ham chiroq olib qo'yamiz. Okey, bunday va bunday. Cho'tik chiqdi. Endi quduqni ham bezab qo'ysak, hech nima demasa kerak. Tepaga chiqib ketdi. Mayli, hech kim ko'rmaydi baribir. Bu yerga qo'ydik. Quduqni bu tarafiga qo'yamiz. Yana tepaga chiqib ketdi. What the fuck? Okey, bu yerga bu tarafini ham va oxirgi bir tomoni qoldi. Bu yerga ham qo'yib chiqamiz. Bo'ldi, endi esa mana bu taraflarga ham qo'yib chiqamiz. Vot, mana shu yerga qo'yish esdan chiqib ketibdi. Necha? Yana qo'yib chiqamiz. Okey, bunday qilamiz. Okey. Va do'stlar, qishloq vaqtida chiroyli bo'lib ketdi deb o'ylayman. Merni uyiga ham qo'yamizmi? Mana shu yerga ham qo'yib qo'ysak, yaxshiroq turadi deb o'ylayman. Okey, bu yerga va tamom. Do'stlar, mana qishloqni ham bezatib bo'ldik. Shuncha qor yana. Вообще-то cho'tki manzara. Do'stlar, endi men hozir sizlarga qishloqni qanday ko'rinishini ko'rsaman. Obunachilar, men sizlarga qishloq qanday bezalganini ko'rsatdim. Shunday ekan, videomiz o'z nihoyasiga yetyapti. Kelayotgan yangi yillar bilan xayr.